Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kunlik xabarlarimizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqin. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyoda bo'lib o'tgan kun tartibidagi xabarlarni huzuringizga sunish qilishimiz. Qaynamizda diqqatinglar ekranimiz bo'lsin. Xitoyning ishlab chiqarish baho ko'rsatkichi zo'r darajada tushib ketdi. Valkochisi gazetining bugungi xabarida bildirilishicha, Xitoyning 5-oyidagi ishlab chiqarish mal baho ko'rsatkichisida 2016-yildan buyongi eng zo'r tuvallash ahvoli ko'rilgan. E'lon qilingan sonliq ma'lumotlarda ko'rsatilishicha, Xitoy sanoat mahsulotlarining 5-oyidagi ishlab chiqarish baho ko'rsatkichisi o'xshash mazgildagiga solishtirganda 3.7% tuvallagan. Sonliq ma'lumotlar iqtisodshunoslarning mo'ljaridagidan nachar bo'lgan. Yemeklik bahasının tüven bo'lishi sababli iste'molchilarning bu oydagi aholi iste'mol indeksi 2.4% o'rlagan. Xitoyning virus yuqumi mazgildagi xalqaroliq yomon ta'siri sababli bir qancha soha ig'ir krizisga qarab yuzlangan. Ma'lum bo'lishicha, virus yuqumidan keyin Xitoyning muhim nuqtasining iqtisodiy o'sish emas, balki ishga o'rinlashishni asos qilganligi Xitoydagi millionlagan tuvan kirimlik ishchi xizmatchilar duch kelgan qiyinchiliklarni Xitoy ijtimoiy kapolat sistemasidagi farqni gavdalantirib beradi ekan. Xitoy virusining butun dunyoga tarqalishi orqasida ehtiyojning tuvallashi Xitoydagi ishlab chiqarish baho ko'rsatkichining tushib ketishini keltirib chiqargan. Mutaxassislar Xitoydagi ishsizlik va ish haqi tuvallash vaziyatining 1-2 yilgacha davomlashishi mumkinligini bildirishmoqda. Twitter şirketi Xitoyning tashviqoti uchun ishlatilgan zo'r ko'lamdagi hisobotlarni taqidi. Twitter şirketi 11-iyun maxsus Xitoyning tashviqoti ishlatilib kelayotgan 170 mingdan ortiq hisobotni taqib etganligini jakarladi. Twitter şirketining bildirishicha, bularning ichidagi 23750 ga Xitoyning asosli hisobotlari bo'lib, qolgan 150 mingdan ortiq hisobot bular yo'llagan uchurlarni keng ko'lamda tarqatgan hisobotlar ekan. Mazkur hisobotlar maxsus Xitoyning siyosiy nazariyasiga foydali uchurlarni tarqatib qolmay, yana Hong Kong masalasiga aloqador ko'plagan yolg'on uchurlarni tarqatgan. Bulardan sirt yana Xitoyning virus yuqumiga aloqador g'arazlik tashviqoti uchun navbatda Amerikada yuz berayotgan irqchilikqa qarshi namoyishlarni burmalash uchun ishlatilgan. Twitter shirkatining oshkorlashicha, bu hisobotlarning harakati gumonliq bo'lib, agash kuchlari intayin oz bo'lgan. Odatda hech qanday yozma yo'llamagan, faqat Xitoy organlari va taratqularning uchurlarini aktiv holda tarqatgan. Twitter shirkati bu hisobotlarning taqib etilganligini, ammo ular yo'llagan mazmunlarning saqlab qo'yilib, keyinchi tadqiqot uchun ishlatilganligini bildirdi. Xitoy bayonotchisi Hua Chunying yanada ko'z bo'yamchilik qildi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi 10-iyun kuni o'zining yillik diniy erkinlik dokumentini e'lon qilib, Xitoyning diniy erkinlik vaziyatini qattiq tanqid qilgan edi. Mazkur dokumentda Uyg'urlarning Xitoydagi diniy bostirish siyosatining qattiq ziyonkashligiga uchrayotganligi yoritilgan edi. Tunugun 11-iyun kuni Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Hua Chunying buningga inkos qaytarib, Amerika diniy ishlarni bahona qilib, Xitoyning ichki ishlariga aralashdi deb qaqshigan. U Amerikaning diniy erkinlik dokumentini paketlarga hurmat qilmagan, bir taraflamalik bilan to'lg'an deb ayiblagan va Xitoyda atalmish diniy erkinlikning kapolatga ega ekanligi haqida jar solgan. U so'zida Xitoyda 200 millionga yaqin dinga e'tiqod qiluvchi, ammo 380 mingdan ortiq diniy zot va taxminan 5500 diniy tashkilot bor. Xitoydagi har millat kishilari diniy e'tiqod erkinligidan to'liq bahramand bo'lmoqda deganlarni jar soldi. Texmi qiziqarligi shuki, Hua Chunying so'zida Amerikadagi masjidlar sonining Sharq Turkistondagi masjidlar sonining 10dan 1 ga yetmaydiganligini tilga olgan. Ammo u Sharq Turkistondagi masjidlarning asosiy jihatdan vayron qilinib bo'lganligini, ko'pinchilarining taqoq ekanligini, lagerlar yo'lga qo'yilgandan buyon hech kimning masjidga kirishga jur'at qila olmaydiganligini tilga olmagan. Amerika Tashqi ishlar ministrligining yillik diniy erkinlik dokumentida o'tgan 1 yilda Uyg'urlarning diniy erkinligining davomli yomonlashganligi, ularning diniy va milliy kimligi sababli lagerlarga tutilganligi, ko'plagan kishilarning majburiy g'oyib qilib etilganligi, ruhiy va jismoniy jihatdan qiyin qistoqqa elinganligi, shundaqla majburiy amgakka selinayotganligi bayon qilingan edi. Josh Rogan Xitoyning Amerikadagi harakatlarini betchit qilishini talab qildi. Washington pochtasi gazetining tunilgan Eston yozuvchisi Josh Rogan 10-iyun kuni
Xitoy Kompartiyasi Markaziy Birlik saf bo'limining Amerikadagi harakatini bitchit qilish haqida bir parcha maqola e'lon qildi. Josh Rogan maqolasida Xitoy virusi yuqumidan keyin Xitoy Markaziy Birlik saf bo'limining chet ellardagi singib kirish harakatining kuchli diqqat qo'zg'ashga boshlaganligini, burundan tortib mavjud bo'layotgan bu xavfni endi yo'qotadigan vaqtning kelganligini eskartgan. U maqolasida Amerika va Rossiya qatorliq cho'ng davlatlarning hammasining yumshoq kuch orqali ta'sir ko'rsatish harakatlari bo'lsa-mu, biroq Xitoy Kompartiyasi Markaziy Birlik saf bo'limi elib berayotgan harakatlar texmo tashkillik, texmo keng doiralik va yushurun xavfga ega deb yozgan. Josh Roganning bayon qilishicha, Amerika Davlat Majlisining 150 atrofida jumhuriyatchi a'zosidan tashkillangan Cumhuriyetçiler Tadqiqot Komiteti davlat xavfsizlik strategiyasini e'lon qilgan bo'lib, ular Xitoy Kompartiyasi Markaziy Birlik saf bo'limidagi barliq yuqori darajalik amaldorlarga jazo yurgizishni talab qiladi ekan. Ular yana Sharq Turkiston, Tibet va Hong Kongliklarni bostirishga mas'ul amaldorlarni jazolashni talab qiladi ekan. Josh Roganning bayon qilishicha, Xitoyning Markaziy Birlik saf bo'limining xizmat vazifasi mavzudan qolgan fikr bo'yicha izchil holda Xitoy Kompartiyasiga do'st bo'lganlarni Xitoy Kompartiyasining dushmanlariga zarb berishga safarbar qilish bo'lib kelgan bo'lib, hozir Xi Jinpingning rahbarligida Birlik saf bo'limining xizmati yanada kengaytirilgan. U chet ellardagi siyosiy partiyalar, muhojir guruhlar, oliy maktablar va shirkatlarga ta'sir ko'rsatish, jumladan Xitoy Kompartiyasining manfaatini shu davlatlardagi organlar bilan hamkorlashish orqali ilgari surish uchun harakat qildi ekan. U Xitoy Markaziy Birlik saf bo'limining mana shu maqsadlar bilan Amerikadagi nurg'un tadqiqot organlari bilan hatto axborot organlarini pul orqali o'ziga qaratganligini eskartgan. Josh Rogan hamda Amerika jamoatining Xitoyning Markaziy Birlik saf bo'limi orqali elib berayotgan singib kirish harakatlarini tunib yetadigan va uni yo'qotadigan vaqti kelganligini eskartgan. U maqolasini tövandagidek oxirlashtirgan. Xitoy Markaziy Birlik saf bo'limi paydo qilgan xiris Xitoy virusi yuqumidan ilgari mavjud edi. Hamda har ikki siyosiy partiya siyosiy mavqeyimiz nima bo'lishidan qat'iy nazar buningga o'rtaq holda qarash turishimiz kerak. Mavzudan ilgari Birlik saf bo'limini Xitoyning sehrlik quroli deb madhilagan ekan. Chunki u bizga to'ydirmay turib zarba berishni maqsad qilgan. Mana endi uni ayiblaydigan va yo'qotadigan vaqt keldi. Avstraliya Xitoyning tahdidlariga bo'yin agmaydiganligini bildirdi. Avstraliya bosh ministri Scott Morrison 11-iyun payshanba kuni qilgan so'zida Avstraliyaning Xitoyning tahdidlaridan qo'rqib qolmaydiganligini aytdi. Avstraliya Xitoyning Wuhan shahrida paydo bo'lgan Xitoy virusining kelish manbasi ustidan mustaqil xalqaro tekshirishni talab qilgandan keyin Xitoy buningga qattiq norozi bo'lgan va Avstraliyaga eksport cheklamasi qo'yish, shundaqla Xitoy o'quvchilarini Avstraliyada o'qimaslikka chaqirishdek vositalar orqali Avstraliyaga tahdid qilmoqchi bo'lgan. Reuters agentligining xabar qilishicha, Morrison 11-iyun kundagi so'zida biz uchuq savdo qiladigan davlat, ammo biz tahdid qayerdan kelishidan qat'iy nazar o'zimizning qimmat qarashimizni setib etmaymiz degan. Bu yil 5-oyda ochilgan Dunyo Sahiya Majlisida 117 davlat Avstraliyaning Xitoyda virus ustida mustaqil tekshirish elib berish chaqirig'ini qo'llab ovoz bergan edi. Xitoy rejimining ovozi bo'lgan Yer shari vaqti gazeti shu voqeadan keyin maqola e'lon qilib, Avstraliyani Amerika sezib bergan siziqda mangdi deb tanqidlagan. Hatto Avstraliyaga haqorat qilgan edi. Avstraliya bo'lsa buningga javoban Xitoyni Dunyo savdo tashkilotiga ariz qilganligini jakarlagan edi. Turkiyadagi Xitoy virusining eng yangi ahvoli. Turkiya Cumhuriyeti Səhiyyə Ministri Fahrettin Koca 11-iyun bir kun ichida Xitoy virusi bilan 17 kishining qazo qilganligini e'lon qildi. Fahrettin Koca kech soat 7da Turkiyadagi Xitoy virusi yuqumining eng yangi ahvolini e'lon qilib, virus bilan yuqumlandi deb gumon qilingan 49190 kishining tekshirilganligini, bir kun ichida yangidan 987 yuqumlanuvchining ko'payganligini, buning bilan Turkiyada Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilarning soni 174023 ga yetganligini, bir kun ichida 17 kishi qazo qilib, jami qazo qilganlar 4763 ga yetganligini bildirdi. Səhiyyə ministri yana davolanayotgan bemorlar ichida oxirgi 24 soatda 1021 nafarning salomatligining asliga kelganligini, 643 bemorning kasalining og'ir ekanligini, Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilarning 85%ning salomatligi asliga kelganligini, bir kun ichidagi yuqumlanuvchilarning soni bilan salomatligi asliga kelganlarning sonining yaqinlashganligini, virusning xatiri tövalladi deb zarur tadbirlarga sal qaramaslik kerakligini bildirdi. Hindistonda bir kunda 10 mingdan ortiq kishi yuqumlandi.
Dünya miqyosida Xitoy virusi sababidan jindan ayrilganlar 423.900 dan, yuqumlanganlar soni 7.600.000 dan ve salomatligi yaxshilanganlarning soni 3.843.900 dan oshdi. Türkiye Ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Hindistonda yaqinqi 24 soatda Xitoy virusi sababidan jindan ayrilganlar 396 kishi ko'paydi, 10.956 kishi yuqumlandi. Azerbayjonda yaqinqi 24 soatda Xitoy virusi sababidan jindan ayrilganlar soni 6 kishi ko'payib 108 ga chiqdi. Yuqumlanuvchilar soni bo'lsa 352 kishi ko'payib 8882 ga chiqdi. Tojikistonda yaqinqi 24 soatda Xitoy virusi sababidan jindan ayrilganlar soni 1 kishi ko'payib 49 ga, yuqumlanganlar soni 71 kishi ko'payib 4834 ga chiqdi. Xitoy virusi sababidan jindan ayrilganlar soni 26 ga chiqqan Qirg'izistonda yaqinqi 24 soatda yuqumlanganlar soni 36 kishi ko'payib 2129 ga chiqdi. Xitoy virusi sababidan jindan ayrilganlar soni 19 ga chiqqan O'zbekistonda yuqumlanganlar soni 22 kishi ko'payib 4717 ga chiqdi. Saudiya Arabistonda 24 soatda Xitoy virusi sababidan jindan ayrilganlar 38 kishi ko'payib 857 ga chiqdi. Yuqumlanganlar soni 3733 kishi ko'payib 116021 ga chiqdi. Angliyada tunji qatim hijobliq musulmon ayol sotchi qilib tayinlandi. Ixlos xabar agentligining xabariga ko'ra, sotchi qilib tayinlangan Rafiya Arshad mundaq dedi: "Bu bir shaxsiy muvaffaqiyat bo'lib qolmasdan, balki kelib chiqishi yarlik bo'lmagan kishilar uchun zo'r muvaffaqiyat." Angliyada tunji qatim ro'mol artgan ayol sotchi qilib tayinlangan bo'lib, hijobliq Rafiya Arshadning oldingi hafta o'zining Midland rayonining sotchisi qilib tayinlanganligi to'g'risidagi xatni topshirib olganligi bayon qilingan. 40 yoshlik Arshad o'zining muvaffaqiyatining boshqalarni ilhomlantirib, boshlamchi bo'lishini umid qilganligini aytdi va mundaq dedi: "Bu nuqtaga kelish uchun bir oz vaqt ketdi, ammo men intayin rozi. Bu shaxsiy muvaffaqiyat bo'lib qolmay, o'xshamagan orqa ko'rinishi bor ko'pchilik uchun zo'r muvaffaqiyat." Oilasidagi universitetda o'qigan tunji kishi bo'lgan Arshad vazifaga tayinlanish bilan nurg'un kishilarning kallasidagi sotchi obrazining qalbini buzganligini bildirdi va ko'pchilikning texmi yuqori nishonni nishonlashi kerakligini ta'kidlab mundaq dedi: "O'zingizning qandoq bo'lishidan ansirmang, moslashishdan ansirmang. Bu qalbni buzib nishoningizga erishing." 3 bolaning onasi bo'lgan Arshad 17 yildan ko'proq vaqtdan buyon oila qonuni sohasida advokat bo'lib ishlamoqda bo'lib, tayinlash qarorining uni xo'shal qilganligini, ammo boshqalarning xo'shalligidan texmi xo'shal ekanligini bayon qildi va mundaq dedi: "Men ayollar va erlardan nurg'un xat topshirib oldim. Hatto ular ichida ular bosh kiyimi kiyganligim uchun sotchi bo'lish emas, advokatmi bo'lolmaysan degan ayollarning borligini bildirdi." Saint Maryam qonun bo'limining birlashma raisi Vicky Hodges va Judy Clarkton Arshadning layoqat asosida vazifaga tayinlanganligini va bu qarorga mamnunligini bildirdi. Alohida uqtirish. Markaziy Turkiyada bo'lgan Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligining bugun Turkiyadagi muhojir qarindoshlarimizga aloqador bo'lgan uchurida munolar bildirildi. Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Ichki ishlar ministerining yangidan chiqargan yo'l yo'riqi asosida 2020-yili 1-oyning 1-kundan burun Turkiyaga kirgan har qanday Sharq Turkistonlik uzun dönem, ya'ni muddatsiz iqomatga iltimos qila oladi. Uqtirishda yana 2020-yil 1-oyning 1-kundan burun Turkiyaga kirgan bo'lsa-mu, keyin chiqib ketgan va qayta kirganlarni yuqorqi yo'l yo'riqning o'z ichiga oldiganligi bildirildi. Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh atki xabarimizni ko'rishgacha sizlarni Janobiy Alloh topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.